eski Toshkentni sog'inganlar uchun bir narsani ko'rsatmoqchi edim. Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Men hozir sizlarga bitta holatni ko'rsatmoqchiman. Imkonini qila olsam. Voy, oynam ishlamayapti. Umid. Mana mashinamiz oynasi ishlamaydi. Mana shu kulayotgan bolaning mashinasi. Endi oyna orqali ko'ramiz. Ming bor uzr. Marhamat. Eski Toshkentni sog'inganlar uchun bu video. Sog'indinglarmi? Tramvayli ko'chalarimizda. Qaytgancha obunachilar hozirgi kunda 2025-yil 10-iyun qaysi shaharda tramvay bor? Kommentariyada yozinglar, aktiv bo'linglar. Rahmat, salomat bo'linglar.